Turnirda birinchi o'yinni King va Omadchik boshlab beryapti. King hozir bir shot oldinda. Uy! Ajoyib bu o'yinchi. Bilat. King lekin to'g'risi Krisali bilan o'ynayapti. Xo'sh, Krisali bilan o'ynamaylar deb qo'yaylik. Voy bila yana kill qildi. Bo'ldi. Birinchi killni ham oldi Omadchik. Xo'sh. Bilat. Xo'sh. Lekin to'g'risi chiqmasdan o'ynar ekan King. Bu ikkalasi ham biladi. Krisali bilan o'ynayapti. Voy bilat. 5-2 shot. Yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi o'yinchi. Bilat. Omadchik adashib boshqa tomonga qarab otib yubordi. Bunga jazo sifatida King ancha shot oldinga o'tib ketdi. 7-2. Voy bila. Ajoyib. Nima qilyapti endi? Xo'sh. Bля. Kembek bo'ladi-yo, ha? Blat. Bizes. Voy. Stand-offda qiliqlari bu, stand-offda qiliqlari. Xo'sh. Endi menimcha King yana bir 3-4 ta shotni ketma-ketiga oladi. Aytdimmi? King to'g'risi sen bu achitib gapirganim yo'q, lekin hazil tariqasida aytayapman. Krisa bola ekan. Krisalik bilan o'ynar ekan King. Bo'ldi. Shot. Chichordi-yu. Hozir orqasidan uradi. Aytdim-ku. Buning uchun nimani aybi bu? Stand-offda aybi. Bitta joyga respawn qilsaydi, bunaqa bo'lmasdi. Tur shot oldinda King. Lekin juda yaxshi o'yinchi ekan King. O'zi yutishini aniq bilib oldi, keyin ham o'yin qilib turibdi. Aytdim-ku. Bu vaqtda kembek qilishni umuman imkoni yo'q. Nima buni X-ray bormi? Chota u Sanito emasmi? Shu kommentariyada yozib qo'yinglar, u X-ray bormi yoki yo'qmi?